nihoyatda uzoq zamonlar ilgari bepoyon go'zal zaminda qo'shni ikki qabila bo'lgan ekan. Ularning ichidagi bir qabilada Tahir ismli qaddi qomati kelishgan qovul bir yigit yashaydi ekan. Uning cho'nqur ko'zlaridan botirlik va qaysarlik nuri chaqnab turadi ekan. U boshqalardan eshib tushadigan jasoratga ega bo'lib qolmay, yana ot minib o'qya etish mahoratini yetildirgan ekan. Har qitim sirtqa chiqib o'lganda hamisha g'alaba bilan qaytib keladi ekan. Texmo ta'riflashga arziydigani shuki, Tahir oq ko'ngil bo'lib, har qitim o'lab kelganda atrofidagi yashanganlar, yetim yesirlar va turmushi jafoliq oilalarga o'lgan o'ljalarni o'lashtirib berib yetadi ekan. Shunga u o'z qabilasida ko'pchilikning hurmatiga va yaxshi ko'rishiga erishgan ekan. Yana bir qo'shni qabilada Zuhra ismli Parizatga o'xshaydigan to'limi go'zal bir qiz bo'lib, uning husni jamoli jahonda tangdoshsiz hisoblanadi ekan. U xuddi bahorda po'raklab echilgan gulga o'xshaydigan bo'lib, bir ko'rgan kishining zo'qini keltiradi ekan. Uning naqshisi bulbulning ovozidan yiqimliq va mungluq ekan. U har qitim naqshi aytganda mayli aldirash emgak qilayotgan kishilar yoki daraxt shexidagi qushlar bo'lsin, jimjitgina bo'lib, uning naqshisiga quloq soladi ekan. Zuhraning tashqi qiyofati chiroyli bo'lib qolmay, zehni o'tkir, qo'li chivarkan. U kashtichilikka intayin mahir bo'lib, u kashtilagan narsalar xuddi tirikdek ko'rinadi ekan. Uning yana she'r yozish talanti bo'lib, she'rlari hamisha kishilarning qalbining cho'nqur bulung pushqoqlaridagi his tuyg'ularni aks ettirib berdi ekan. Shunga uning nom shuhrati yaqin yiroqdagi har qaysi qabilalargacha tarqalibdi. Sansizlagan qiron yigitlar uningga g'oyibona holda mahliya bo'lishga boshlabdi. Tahir bilan Zuhra bo'lsa, bir qitimliq qabila aro o'tkaziladigan tabriklash marosimida uchrashib qolgan ekan. U kuni osmon xuddi yoqutdek ko'p-ko'k bo'lib, quyosh nuri zaminga chechilib, xuddi barliq mavjudotlarga bir qavat oltin ranglik shoyi kiyim kiydirgandek jilvidor ko'rinadi ekan. Har qaysi qabildagi kishilar esil kiyimlarini kiyib tabriklash maydoniga jam bo'libdi. Tabriklash marosimida har xil esil musobiqalar o'tkazilib, nodir nomerlar ko'rsatilibdi. Buning ichida kishini eng jalb qiladigani ot minib o'qya etish musobiqasi ekan. Tahir bo'lsa, o'z qabilasining ot minib o'qya etish mahir bo'lish sifati bilan musobiqaga bosh bo'lib qatnashgan ekan. Musobiqa boshlanishi bilan u chaqmoq kabi tezlik bilan etiga minib, o'qyani tutqanicha yiroqdagi nishonga tikilib turibdi. Buyruq berilishi bilan Tahir bir tarafdan otni qamchilab ushqandek chaptirsa, yana bir tarafdan vej-vej qilgan ovoz bilan tang o'qyani dal nishonga tekkizibdi. Uning qaltis ifodasi maydondagi kishilarning qizg'in olqishiga erishibdi. Bu chaqda Zuhramu kishilar to'pi orasida musobaqa ko'rayotgan bo'lib, u Tahirning musobaqa maydonidagi jasurona qiyofatini ko'rib, ixtiyorsiz, yuragi ritmsiz so'qib ketibdi. Uning ko'zlari xuddi butun dunyoda yolg'iz Tahirli qolgandek uningga tikilib qolibdi. Tahir musobaqani tamomlagandan keyin kishilar to'piga shundoq qarab, ko'zi Zuhraning ko'zi bilan uchrashib qolibdi. Va Zuhraning go'zal ruxsoriga hayron has qopdi. Shu daqiqada ular har ikkilisida vaqt xuddi to'xtab qolgandek, atrofdagi shavqin surallar yo'qab ketgandek, xuddi bu yerda faqat ikkisili qolgandek tuyg'u paydo bo'ldi-da, bir-biriga qarab tikilib qoldi. Shuningdan keyin Tahir fursat tepib Zuhrani ayirib ko'rishga taklif qildi. Shunda qilib ular pat-pat Zuhraning qabilasi atrofidagi eriq bo'yida ko'rishga boshlabdi. Ular so'p-suzuk eriq suyining shildirlab eqishiga qarishib o'ldirib, parangga tushdi ekan.
Tahir Zühre'ge özünün oğlığanda yoluqqan acayip garayip vaqələrini sözləb bəsə, Zühre Tahirға yıqımlıq naqşılarını eytib, özü icad qılğan gözəl şiirlərini oqub berediken. Günlər ötkəncə, ularning bir-birini tushunishi və bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati cho'nqirlashib, o'zaro kelgusida mayli qanday qiyinchilikqa yo'liqsin, mangu billa o'tib, bir-biridan ayrilmaydiganligi to'g'risida va'da berishibdi. Lekin yo'l hamisha to'ptuz bo'lmaydi. Ishlarmi o'ylaganimiz bo'yicha rivojlanmaydi. Zuhraning dadisi qabilning sardori bo'lish sifati bilan aslida to'y orqali qabilning kuchi va o'rnini mustahkamlashni o'ylaydi ekan. U qo'shni qabila oqsoqilning o'g'lini burunli yoqtirib qolgan bo'lib, faqat mushundaq qudalashgandala, ondan qabilaga texmi ko'p manfaat yetkazib, qabilning o'g'lini texmi mustahkamligili bo'ladi deb qaraydi ekan. U Zuhraning Tahir bilan bo'lgan munosabatidan xabar topgandan keyin qattiq g'azablanibdi. Uning nazarida Tahir faqat odatdagi ovchi. Kelib chiqishi oddiy, turmushi g'o'rgul, o'z qiziga asla mos kelmaydi. U Zuhraning Tahir bilan bo'lgan aloqasini o'zishiga qattiq buyruq qilibdi. Hamda odam avatib Zuhraning har bir harakatini har vaqt kuzatib, uning Tahir bilan qayta ko'rishishining oldini oldi. Zuhra xuddi qafasga so'langan qushga o'xshash erkinlikdan mahrum bo'lib, qalbi azob va umidsizlik bilan to'libdi. U dadisiga o'zining Tahirga bo'lgan ko'nglini tushuntirishga urinib, dadisidan ularga ruxsat qilishini o'tinibdi. Ko'zlariga issiq yosh olgan holda dadisiga: "Dada, boylik va martaba men uchun muhim emas. Men oddiy bo'lsam-u, o'zimning ko'ngli tatgan odam bilan baxtli turmush kechirsam bo'ldi", debdi. Lekin bag'ri tosh dadisi qilchimi ta'sirlanmabdi. Aksincha g'azab bilan baqirib: "Sen qabila boshlig'ining qizi. Şuna turmuş işinde çoğum qabilenin menfaatini ko'zda tutuşun kerak. Bu sen öz meylinge tapşırdıgan iş emas. Tahirdek adam sana tegishlik turmuş ata qılanmaydı", debdi. Tahir bo'lsa, Zuhraning ahvoldan xabar topgandan keyin ichi titildab, to'limi bearam bo'pti. U Zuhradan ayrilish azobiga bardoshlik berolmay, amal qilib, uni bu yerdan yiroqlarga ep ketishni qaror qilibdi. U tun qarong'usidan foydalanib, Zuhra nazarband qilingan joyga o'g'irliqchi kelib, Zuhra bilan qechish plani ustida maslahatlashibdi. Ko'zlaridan qat'iylik nurlari chaqnab turgan Zuhrami qilchi ishkilanmasdan bu planga qo'shilibdi. Ular bir oy qarong'usi bo'lgan kechida qarovullarning almishish orlig'idan foydalanib, qabildan qechib ketishni qaror qilibdi. Taqazolik bilan kutib, oxiri bitishgan kunmi yetib kelibdi. Tun pardasi xuddi bir parcha g'oyat zo'r qora tovar durdunga o'xshash zaminni cho'mkab, atrof qorong'ulikqa cho'mibdi. Zuhra qarovullarning diqqatsizligidan foydalanib, g'appida uydan chiqibdi. U uchisiga qora rangli yepinchi kiyib, kecha manzarasining himoyasida xuddi shamoldek yengil holda bitishgan joyga qarab yuguribdi. Tahir o yerda ikki otni yetilab, ham jiddiylashgan, ham hayajonlangan holda Zuhrani saqlab turgan ekan. U Zuhraning simosini ko'rib, darhol uning oldiga yugurib kelib, Zuhraning qo'lini ching siqib turib, past ovozda: "Qo'rqmang, men bor. Biz cho'qim qiyinchilikdan qutulib, baxtli turmush kechira olamiz", debdi. Ikkilan darhol otga minib, qamchisini o'ynatib, yiroqqa qarab ushqandek yurib ketibdi. At tuyiqining ovozi jimjit kechida odatdan tashqari yangroq bo'lib, xuddi ularning jiddiy yurak so'qishiga jo'r bo'layotgandek ovoz chiqaribdi. Ular to'xtashga jur'at qilolmay, yo'l bo'yi ushqandek chepibdi. Lekin Zuhraning dadisi nihoyatda tezla qizining yo'qolib ketganligini bayqab qopdi. U intayin darg'azab bo'lgan holda ularning orqasidan qo'g'lashga darhol zo'r bir turkum qovul lashkarlarni avatibdi. Qo'g'lig'uchi lashkarlar chapqur otlarga minib, ular qashqan yo'nalishga qarab chepibdi. Tahir bilan Zuhra bo'lsa, bir oz to'xtab olishga pedinolmay, shu chapqancha qo'yiq o'rmonliqlardan kesib o'tibdi. Dal-daraxtlar osmonga taqashgan o'rmonliq kechida to'limi surlik va qo'rqinchli ko'rinadi ekan.
Daraxt shoxlari pat-pat ularning yuzi va badanini yerib o'tib, yara izlarini qoldiribdi. Tikanlarmi achchiq zarbisi bilan xuddi alvastining tirniqiga o'xshash ularning qadamini to'sishga urinibdi. Lekin ular qilchi bo'shashmay qat'iylik bilan oldiga qarab mengayveribdi. Arqadan ular yana bir shiddat bilan eqiyotgan daryo bo'yiga kelibdi. Daryo suyi xuddi hammani yalmab yutib yetadigandak o'rkashlayotgan ekan. Tahir Zuhraning qo'lini ching tutib, uni elib ehtiyot bilan daryoga tushibdi. Ular bir-biriga yar-yo'lak bo'lib, suv eqinining zarbisiga taqobil turib, ming taslikda daryodan o'tibdi. Ular ham muzlab, ham yerib charchab turgan shu paytda qo'g'lug'uchi lashkarlar ularga asta-asta yiqilishibdi. Tahir kayniga burilib, yiqilishib qolgan lashkarlarga qarab, o'qyasini batlabdi. Xuddi yomg'irdak to'kilayotgan yo o'qlari ularning otlaridan yiqitibdi. Tahir o'zining tangdoshsiz marganligi bilan ularning ko'pini yer tishlatibdi. Buni ko'rib, qolgan lashkarlar o'z jinini elib, kelgan tarafiga qarab badar qechibdi. Shunda qilib, Tahir bilan Zuhra oxiri lashkarlarning qo'g'lishidan qutulib, yana xeyli uzun mangandan keyin natonish ham jimjit bir kentga kelib qapti. Bu kent bir go'zal tog' jilg'isiga joylashgan bo'lib, to'rt atrofini yeshil tog'lar o'rab turadi ekan. Kentdagi kishilar oq ko'ngil, sodda bo'lib, ular Tahir bilan Zuhraning herib holidan ketganligini ko'rib, ularni turalg'u, yemaklik va kiyim-kechak bilan ta'minlabdi. Tahir bilan Zuhra intayin minnatdor bo'lib, bu yerda o'ltiraqlashib qilishni qaror qilibdi. Tahir kenti yanala o'zining o'lash mahoratini joriy qildirib, har kuni saharda o'qyani elib, tog' o'rmonligiga kirib o'labdi va epkagan o'ljilarni kentkilarga beribdi. Zuhra bo'lsa, uy ishlarini qilib, uyini nihoyat ratlik va pokiz tutibdi. U yana o'zining kashtichilik hunarini joriy qildirib, kashtilagan nafs to'qilma buyumlarni bozorga olib setib, turmush buyumlariga almashtiribdi. Ularning turmushi garchi oddiy bo'lsa-mu, lekin baxt va xotirjamlikka to'lgan ekan. Ular bir-biriga yor-yo'lak bo'lib, kunlarini xo'shal ham ma'nilik o'tkazibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Vaqtning o'zrishiga agishib, Zuhraning oilasidagilarga bo'lgan sig'inish hissiyoti bag'an siri kuchayibdi. Hamisha uning ko'z oldidan tug'ilib o'sgan yurti va ota-onasi, qarindoshlarining simosi ketmabdi. U har kuni kechalari o'z yurti tarafga qarab, un-tunsiz yosh to'kidi ekan. Buni ko'rgan Tahirning ich-bag'ri serilib ketibdi. Umu bu xil hissiyotni obdan tushungachga Zuhrani elib yurtiga qaytib ketmoqchi bo'pti. Shunda qilib, ma'lum mezgil o'tgandan keyin ular yo'l tayyorliqlarini qilib, bu yurtkilar bilan xo'shlashib, o'zining yurtiga qarab yo'lga chiqibdi. Ular dakki-dukki ichida yurtiga qaytib kelibdi. Zuhraning dadisi qizi bilan Tahirning sog'-salomat qaytib kelganligini ko'rib, ko'nglida bir xil xotirjamlik paydo bo'ldi. U qizidan ayrilgan shu kunlarda o'z qilmishi ustida qayta o'ylangan ekan. U qizi bilan Tahirning nurg'un jafo mushaqqatlarini beshidan kechirgan bo'lsa-mu, yanala bir-biri bilan ejil inoq o'tayotganligini ko'rib, ularning chin hissiyotidan ta'sirlanibdi va o'zining ilgirki bir taraflama qarashlarining qizning baxtini nobud qilg'ili tasqaganligini bilib, to'liq xijillik his qilibdi. Shuning bilan u o'z kibrini tashlab, Tahir bilan Zuhradan samimiylik bilan kechirim so'rabdi. U Tahirni qabul qilib qolmay yana ular uchun katta to'y murosimi o'tkazib beribdi. To'y yurtdagi barliq kishilarning kelib naqshi aytib, usul o'ynab tabriklashi bilan odatdan tashqari qizib ketibdi. Cho'nglarning roziligiga erishgan Tahir bilan Zuhraning chehrida haqiqiy baxt kulgisi jilvalanibdi. Shuningdan e'tiboran ular o'z yurtida xotirjam turmush kechirishga boshlabdi. Ularning muhabbat hikoyasimi avlodma-avlod davomlashib, kishilarning eg'izidagi mangulik rivoyatga aylanib, keyingilarni botirlik bilan haqiqiy muhabbatni qo'g'dashga, har qanday qiyinchilik tarafidan to'sib ilinmaslikqa rag'batlantiribdi.